Dunyodagi eng zo'r treyderning signal kanaliga a'zo bo'lsangiz ham, siz depozitingizni nolga tushirib qo'yishingiz mumkin. Agarda u signallar 90% natija qilib turgan bo'lsa ham, siz depozitingizni nolga tushirib qo'yish ehtimoliniz yuqori bo'ladi. Bilasizmi nega? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga buni aytib o'taman. Chunki siz signal kanalida haqiqiy trading emas, lotereya bileti deb o'ylaysiz. Kanalda kelgan bitta signaldan bo'ldi, shu signal meni boy qiladi deb fikr bilan, bor pulingiz, butun depozitingiz bilan aynan shu bitta signalga savdo ochasiz. Risk menejmentni butunlay unutasiz. Ketma-ket 5 ta signaldan oz-ozdan ishlab, 6 signalda bor pulingiz bilan kirib, bitta stop loss bilan hammasini bozorga sovg'a qilasiz. Tayyor signal bu sehrli tayoqcha emas, bu xuddi sizga berilgan professional poyga mashinasi kabidir. Agarda bu mashinani siz haydashni bilmasangiz, ya'ni risk menejmentni boshqarishni bilmasangiz, birinchi burilishdayoq siz devorga borib urilasiz. Biz o'z kanalimizda odamlarga shunchaki signal emas, biz har bitta signalga depozit necha foiz bilan kirish kerakligini va kapitalni qanday asrash kerakligini o'rgatib boramiz. Agar sizga qimor emas, tizimli, uzoq muddatli daromad kerak bo'lsa, profilim biosidagi linkka o'ting va bugun signaldan qanday daromad qilish kerakligini o'rganib oling.